Do'stlar, sizlar bilan Dostonbek kanali va Jalil Dostonbek. Bugun men sizlarga yana bir oddiy bir sekretni ochmoqchiman. Bu sekretim shundan iboratki, saytda, ya'ni internetlarda juda ko'p vaqtlarni o'tkazadigan odamlarga ko'proq foyda beradi. Ya'ni bir odnoklassnikda bir nechta saytlari bor yoki kontaktlarda bir nechta saytlari bor. Bu farqi yo'q. WhatsApp, Viber, shularda bir nechta telefonlardan ochilgan WhatsApp, Viberlar bo'lsa, u lekin bitta telefondan umuman bir nechta odnoklassnik privilegiyalarni ko'chirib bo'lmaydi. Ya'ni chunki siz Play Marketdan ko'chirmoqchi bo'lsangiz, sizga telefoningiz, ya'ni Play Market bu privilegiyalar telefonda bor deb aytadi. Va siz boshqa privilegiyani ko'chira olmaysiz va bitta akkauntda qolasiz. Boshqa bir login parolingizdan kirmoqchi bo'lsangiz, saytingizdan chiqib ketasiz va login parollaringizni boshqa bir ikkinchi login parolingizni terib kirasiz. Buning uchun qanchadir vaqt kerak, kimlardir esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Bunday olib qaraganda oz bo'lsa-da noqulaylik tomonlari bor. Men sizlarga bugun ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, shunaqa qilib har bir kirib chiqqaningizda o'zingiz saytingizga umuman saytingizdan chiqib ketishingiz yoki yana bir qaytadan har 5 minutga login parol terishingiz shart emas. Buning uchun nima qilishingiz kerak? Bugun men sizlarga shuni oddiygina qilib ko'rsatib bermoqchiman. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, men gapirayotganimda nima deydi? Boyaqilaqalarga e'tibor berib yoki u degan gaplar ishlatishi mumkin. Har xil shevalarda gapirishi mumkin. Shuning uchun oldindan uzr so'rayman sizlardan. Bo'lmasa qani ketdik. Tak. Mana bu meni Android telefoncham. Sizlarda hammangizda Android bor. Play Market kiramiz. Tak. Ish so'rayapti. Uzr. Tak. Kiramiz. Mana shunaqa qilib Play Market kirganimizdan keyin hammamiz telefonimizda mana bunaqa Play Market bor. Endi bu yerda yozamiz. Men yozganimdek shunaqa privilegiyalarni yozingizlar. Tak. API вот API Cloner уже chiqib keldi. API Cloner. Mana bu birinchiga turgan ko'k znakdagi privilegiyalarni o'rnatamiz, ustorak qilamiz. Mana вот ustorakani kutamiz. Hozir ustorakka bo'ldi. Вот, открыть. Privilegiyani ochamiz. Bu privilegiya uncha ham ko'p emas, примерно 4 megabaytga yaqinroq edi. Bu yerda sizlarga ingliz tilida ma'lumotlar beradi, buni o'tkazib yuborishimiz mumkin. Bir o'qib o'tishim shart emas. Tak. Вот. Bu yerda mana sizning telefoningizda bor hamma privilegiyalar chiqadi. Mana bu yerda men bunda ko'p privilegiya o'rnatmaganman, chunki bu o'zimning realniy telefonim emas, kompyuterda turgan programma, Android telefoncha. Shuning uchun bu yerda men faqat sizlarga ko'rsatish uchun odnoklassnik saytini, o'zimning odnoklassnik saytini privilegiyasini o'rnatganman. Вот. Odnoklassnik olamiz. Va bu yerda hozir meni telefonim sizlarga aytsam, bu kompyuterdagi Androidcha planshet formada turibdi. Shuning uchun bir tomonida mana bu hozir switch bir tomonida mana bu yerda funksiyalarni ko'rsatib turibdi. Sizlar mana bu yerda bir bosganlaringizda уже kirib ketadi. Oddiy Android telefonida. Planshetlarda unday emas. Bir tomonda funksiya, bir tomonda esa ko'rsatadi. Tak. Mana yerda ok, ya'ni sariq znakda turibdi ok. Biz bu yerda mana ism nomini o'zgartirishimiz mumkin. Примерно olaylik ok 2, ya'ni odnoklassnik 2 deb olaman, просто sizlarga bilishingiz uchun, ya'ni eskisidan ajratib turilishi uchun. Siz sразу ko'rganingizda eskisidan ajratib turish kerak. Ikkinchisi rang. Rang beramiz mana bunaqa. Agar bu unchalik bir xil bo'lib qolishi mumkin, privilegiyalar ko'p bo'lsa. Yana ham to'mni beramiz. Вот, все. Qolgan nastroykalarga maslahatim tegmaganlaringiz ma'qul.
уже ular avtomatiski настройкада turibdi. Hozir biz mana yerdagi галочкani bosamiz va ok, ya'ni подтверждение kutamiz. Mana bu yerda prosent ketadi, 100%. 100% bo'lishini kutamiz. Вот 100% уже prosent ketdi. Bu 100% bo'lguncha men sizlarga shuni aytib bermoqchimanki, bu funksiyani qulaylik tarafi shundaki, shu boshida bir aytib o'tganimdek, bitta saytda bir nechta login parol bor odamlar uchun bu juda ham qulay, chunki bitta Android telefonda yoki bitta iPhone telefonda bitta privilegiyalarni qayta o'rnatish uchun ruxsat bermaydi. Bu privilegiya esa uni shunchalik moslashtiradiki, shtobi telefoningiz именно shu privilegiyalarni bilmaydi. Lekin ishlash prinsipi hammasi bir xil, hech qanaqa o'zgarishlarsiz. Вот уже 15% oshyapti. Ozroq kutamiz. Chunki bu programma o'zi avtomatik programma taklif chiqadi. Bunda yana shuni aytib o'tmoqchi edimki, bitta одноклассник emas, xohlaganingizcha, xohlasangiz WhatsAppda, xohlasangiz Telegram, Viber, Kontakt, yana qanaqa saytlar bor, Skype, juda ko'p saytlar bor. Hammasini o'rnatishingiz mumkin. Chunki hozirgi zamonda bir kishida bir одноклассник yoki bir kontakt oladigan bo'lsak, bir nechta login parol bor bir saytning o'zida. Uni esa kirib chiqish kerak, chiqishdan yana login parol terish kerak, qanchadir vaqt oladi yoki privilegiyaga tegmay brauzerga teradi kimlardir. Brauzerga kirish kerak. Bu esa juda udobniy, ya'ni bir telefonda bir vaqtni o'zida onlayn, bir vaqtni o'zida ответ qaytarish degani. Shuning uchun bu funksiya juda ham qulay deb o'ylayman. Bu narsani ko'rsatmoqchi bo'lgan sabab shuki, bu narsadan kimlardir xabardor bo'lishi mumkin, kimlardir xabardor bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun kimgadir ozginada odamning insonning foydasi tegsa xursand bo'ladi. Endi mana bu yerda ko'ramiz, mana bu yerda tayyor bo'lganini ko'rsatyapti. Mana bu yerda install apping degan yozuv bor. Ya'ni bu eskisini undan qalaymi degani. Bu yerda biz install apping emas, otmeni bosamiz. Все. Endi bu yerda mana bu qizil switchga o'tgan joyga e'tibor beringizlar. Install apping mayda bu yerdan privilegiyalarni tanladik biz. Endi mana bu yozuvning tepasida mana. Yozuvning tepasida mana bu biz taxlagan ko'k rangdagi одноклассник paydo bo'ldi. 32 megabayt. Mana uстановка qilamiz endi. Uстановка. Далее. Uстановление bo'ldi. Endi готово. Ertaga bosamiz va menюlardan endi hamma programmalar chiqib ketaman. Prime Market, короче, все hammasini chiqib ketaman. Android tak menyuga kiraman. Как будто Telegram mana bu yerda kiramiz mana одноклассник saytiga. Hozirgi o'zimiz qo'limiz bilan taxlab chiqqan mana bu yerda kirish uchun, sayt kirish uchun login parol so'rayapti. Ya'ni o'zingiz loginingiz, parolni yozasiz. Все. Endi men sizlarga mana bu yerda ishonchliroq bo'lish uchun o'zimni eskisi bir o'zimning saytimni ko'rsataman. одноклассник standartniy sayt. Mana bu yerda o'zimning saytim, mana bu yerda login parol hech narsa so'ragani yo'q mana. Hammasi joyida. Mana login parolni so'rayotganini kiramiz. Mana bu yerda ok 2 va ok. Mana bu yerda login parol so'rayapti. Mana bu yerda o'zingiz ikkinchi login parolingizni yozasiz va bu white'ni bosasiz, saqlanib bo'lib qoladi privilegiyada. Va xohlagan payt xohlasangiz bu saytingizga, xohlasangiz bu saytingizga o'tishingiz mumkin. Hech qanaqa qiyinchiliklarsiz. Va men shu yerda videomni tugataman. Sizlar bilan Jalil Do'stonbek bo'ldi.
va kimda qanaqa mana shu video bo'yicha kimda qanaqa savollar bo'lsa videoni tagiga yozib qoldirsin. Yana ham boshqa bir problemalar bo'yicha savollar bo'lsa ham yozib qoldirishi mumkin. Men ularga albatta javob berib, yordam berishga harakat qilaman.